Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsa-da baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Barcha yaxshi tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Ham jiyanim, ham o'g'sinim, ana qaynukam bilan qo'sh chaqirsin. Bachalarini huzurli ko'rsin, nabiralarini huzurli ko'rsin. Bittagina o'g'li bor, uzoqlardan, musofirliklardan mana shunday kechani tashqi qo'yib beribdi. Ilohim Xudo ko'rsin. Ko'p yalqasin, qatorimda ham yalqasin. Dunyomiz tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Nabiralarning boshiga huzur bo'lsin. Sog' omon bo'lsin. Mana yangi muratlar qurish boshladi, yangi muratlarda ilohim ukam bilan to'ylar qilsin. Yaxshi kunlardan ashta hammamiz barchamiz yig'ilib o'tirib, ularning yaxshi kunlariga sherik bo'laylik. Bundan da ziyoda bo'lsin. Yuzlari akashsin. Ilohim bilan jannatlarda ham birga bo'lsin. Xush kelibsizlar malaz. Rahmat bacham, ijobat bo'lsin. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga hamroh bo'lsin. Yoshi ulug'larimizni shunday so'zlari borda, opasi bor insonni onasi o'lmas ekan deydilar. Mana shunday xursandchilik kuningizga opajoningiz Ruxsat opamiz sherik bo'lib turibdilar. Marhamat o'shani taklif qilamiz. Jigarlar uchun atalgan tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat, davramiz markaziga taklif qilamiz. Men mana eng yaxshi, eng erkatoy singlim shu.
Rasat Kuş şakarısın. Layırlarını, oğul kızlarını baktı saadatını görürsün. Bizarı baktımsa hemşe soğuk salomat versin. Yakşı günlerde, köy tamoşalarda birge bireylik opasın günler. Kuş gelipsiniz mehmonlar. Juda ajoyib tilaklar bo'ldi. Tashakkur bildiramiz albatta. Jigarlaringiz baxtiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Marhamat, Laylo opamizni taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Bu dunyoda tillo-yu zarning, sovg'a salomlarining qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'izchili so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarda mana shunday imkoniyat bor. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun eng yaqin dugonam Asalim, jonim dugonam mani Ilmiyaxonning tug'ilgan kunlari. Chin yuragimdan tabriklayman, dugonjon. Ilohim Alloh bergan umrni sog' salomat, farzandlaring, nabiralaring ardog'ida doim sog' salomat mana shu saddi bilan qo'sha qarib o'tkazgin. Ilohim umra safarlariga, haj safarlariga borib hoji ona bo'lish nasib qilsin. Sirojginam ham ishlariga omad bersin, xudojonim. Mana shu Siroji bolalarni to'ylariga kelishi, nabira to'ylariga kelishi hammamizga nasib qilsin Allohim. Ilohim shularning to'ylarini rohatda ko'rib yashagin dugonjon. Chin yurakdan tabriklayman. Hamma yaxshi tilaklar, dunyodagi tilaklari senga tilayman. Doimo sog' salomat bo'l, hech qachon ko'zingda nam bo'lmasin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Hamma yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Tashakkur bildiramiz. Albatta bizni tabrik so'zlarimiz, bizni she'rlarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradi biz bilmadik-ku, lekin farzandlaringizni, qizlaringiz Zarnoza opamizni, Balxiya opamizni tabrik so'zlari, tilaklari ta'sirlantirishi aniq. Marhamat, opalarimizni taklif qilamiz. Onajonlari uchun atalgan tabrik so'zlarini, tilaklarini, qolaversa rahmatlarini tinglaymiz. Marhamat. Xush kelibsizlar aziz qarindoshlar. Bugun onajonim tug'ilgan kunlari ekan, ilohim 100 yoshlarga kirsinlar, doim boshimizda sog'-omon bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar, hech qachon qarimasinlar. Bizdan boshimizda doim sog'-omon bo'lsinlar. Bizdan baxtimizni ko'rib, shunday quvonib yursinlar. Yaxshi kunlar ko'p bo'lsin ilohim. Ilohim 100 yoshlarga kirsinlar. Tabriklayman yana bir bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar onajonim tug'ilgan kunlariga. Hammalaringiz hurmat qilib kelibsizlar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Onajonim ilohim 100 yoshlarga kirsinlar. Bizani nabiralarni baxtiga doim sog' omon bo'lib yursinlar. Bunaqangi bayramlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Onajonim umriga, haj safarlariga yuborish nasib qilsin farzandlari bizlarga. Ilohim 100 yoshlarga kiring onajon. Tug'ilgan kunlaringizga tabriklayman onajon. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr, muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida buning ilohim tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Hozirda to'g'ridan-to'g'ri musofir yurtdagi o'g'lingiz Sirojxon akamiz bilan bog'lanishning imkoniyati bor. Marhamat, u kishidan ham tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat.
Onajon bugun Sirojddin akamiz musofir yurtlarda ota, ona, oila sog'inchi ila halol mehnat qilib yuribdilar. Xudo xohlasa kelasi yil xursandchilik kunlaringizga to'lib toshib, yorug' yuz bilan qaytib kelsinlar. Nimaiki ezgu niyatda, nimaiki ro'zg'or tashvishga ketgan bo'lsalar, Alloh taolo barchasiga yetkazgan holatda sog' va salomat xonadoningizga, bag'ringizga qaytarsin ilohim. Qizingiz mehr to'la quchog'ingizga o'zlarini otar ekanlar. Shoirning shunday so'zlari yodga keladi. Yoningda bo'lsalar ko'ngil to'larkan. Sen uchun jon chekib ming bor kuyarkan, osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'larkan. Onajon mana shu xonadonning fayzi farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxtu saodatini, iqbolini ko'rib yurishlik, farzandlar baxtidan, nabiralar baxtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin.